Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Gollandiya Uyğur Kişilik Hüquq Fondi Ma'rif bölümü tərəfindən tayarlanğan Golland dili qrammatikası bir yürüş dərsimizə xoş gəldinlər. Biz bugün almaçlarning eng axırqı türü bolğan Outropent fornamor degan ündeş almaçni öyrənib ötmiz. Almaçlarning qanday söz türkümü ekanligi buni o'zinglar o'qisanlar bo'ldi. Biz burunqi darslarimizni so'zlab bo'lgan. Golland tilida 9 türlük almaç vardı. Şimdi bugün en axırqı türü. Ündeş almaç. Yani ündeş almaç adətdə biz heyran qalğan, yaxşı görgən, bizar bolğan, ma'lum bir his tuyg'ularni ifodalashda ishlatamiz. Golland tilidagi ündeş almaçlar what, who, son, what in, zulka degandekçi. Yani bularning ishlatilish usulini misollar bilan ko'rib o'tamiz. Bu ündeş almaçlar adətdə şu cümlenin en bişide kildiği, bişide onun keyinden masalda biz ifadələməkçi bolğan şu isim hem sübət birgə kildi. Məsələn, what in schattig hund, yani nim degan umaq et depçi. Yani şunda bir umaq his qilgan bolsaq. What in rotweer, yani nim degan nachar havo, bizar bo'lganda, shunda bir bizar bo'lgan vaqtimizda. What in moje schilderayni, nima degan go'zal rasmlar, what in slim studentdan, nima degan aqlli o'quvchilar deb, yana nima degan işte ifodalash shakllari. What in xil misollar. What qa misollar, masalan, what look, yana desak nima degan yaxshi debchi. Who look desak bilan o'xshashlar nima degan yaxshi degan ma'noda. What vervelend, yani nim degan nachar, nim degan afsunarliq ish degandekchu. Who vervelend, nima degan yaxshi bo'lmagan bek afsus ish deb. Ma what leuk, what vervelend deganni odatda masalan Golland ig'iz tilida masalan bir sizlarga bir gollandiyalik do'stinglar kelib, men pravamni oldim desa, oy nim degan yaxshi, muborak bo'lsin deb bizim Uyg'urchada işte deymizgan, işte ahvol ostida what leuk debchu. Ama what vervelend deganni işte mesela men imtihonimdan o'tamadim yoki o'tkab og'rib qilib doktorxonada yetib qoldim desa, shunda ahvol ostida tasalli berish uchun o'yinim degan ajab yaxshi bo'lmabdi, bek afsuslanarli ish bo'libdi degandek ma'nolardachu. Ya'ni what look deganni shu yaxshi ishlarda tabriklash uchun ishlatsak, who look deganni, what vervelend, who vervelend deganni işte bir ko'ngilsiz xabarlarni anglagan vaqtimizda o adamga tasalli berish uchun, o'zimizning ko'nglimizning yerim bo'lganligini ifodalash uchun ishlatamiz. Endi mana zuluk bilan zulki, ya'ni zuluk odatda head article kildigan ismlarga ishlatsa, zulki d article kildigan ismlarga ishlatildi. Bular odatda shundoq sanğılı bo'lmaydigan ismlarga ko'proq ishlatildi. Masalan, zuluk lekkir kofe desak, yani nim degan ta'mli qahva, nim degan go'zal qahva. Zulk xuyite desak, nim degan ta'mli choy, zulk mo'yi darafin, nim degan chiroyli uzumlar degandekchi. Shu bu undash almashlarni bek tafsiliy so'zlab ketmadik. İnşallah bundaki darslarimizda jumlalarda chiqib qolsa, misollarda yana eskartib o'tamiz. Yani ündeş almaçlar şu köprek ig'iz tilida ishlatilgancha işte bir biz bek hayajonlangan, bek yaxshi ko'rgan yoki bek bizar bo'lgan işte bir his tuyg'ularimizni ifodalashda ishlatamiz. Bugungi darsimiz mushagicha. Shunday qilib qarindoshlar, shu Golland tilidagi 9 almaçlar tushuntirilgan darslarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah keyingi qitimliq darslarimizdan boshlab sübətlərini öyrənishni boshlaymiz. Ma'qulamsa keyingi qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar.